Turkiya katta urushga tayyorlanmoqda. Turkiya prezidenti Erdo'g'an nutq so'zlab quyidagilarni aytib o'tdi. Juda uzoq bo'lmagan bir muddat ichida hech kimning bizga tahdid qilishni ham xayoliga keltira olmaydigan mudofaa salohiyatiga erishamiz. Qurol-yarog' zaxiramizga kirgan mahsulotlarni tahdidlarga qarshi turish qobiliyatini oshiradigan tarzda va yetarli miqdorda ishlab chiqarish bosqichiga yetdik. Mintaqamizdagi inqirozlarning salbiy ta'sirlaridan mamlakatimizni uzoqda saqlaymiz. Shuningdek, o'rta va uzoq masofali raketa zaxiralarimizni so'nggi voqealarni hisobga olgan holda qaytaruvchi kuch darajasiga olib chiqish uchun ishlab chiqarish rejalashtiryapmiz, degan prezident. Eslatib o'tamiz, isroillik jurnalist Turkiya Isroilning navbatdagi nishoni bo'lishi mumkinligiga ishora qildi. Biz chorak finalda Hamasni, yarim finalda Eronni mag'lub etdik. Final esa Turkiyaniki, degan u.